미의 철소 볼러래. Oy, hoş geldiniz. Oy, Dodo. Kirganmikan? Charchab ketgan o'xshamamsan. Yo'q, ey. Charchab ketgan bo'lsang, Raskipani davagin, ilm ulgursan-chimi? Voy, Dodo. Kimi charchataydi? Faqat charchandim juma. Bo'cha. Amis mugdimay o'tda? Do'kondan siqib olgan kasal mig'ostiga shu. Shundami? Do'konni xeli yaxshi yasabsa. Lekin yaxshi yasab qo'ysa bo'lmaydi. Qara, nima degancha qalaymiqanchilik bu. Sen bugun ishdan tushguncha hammani ratlab, pak qiz qo'ydiganni qo'yib, oladiganni elib, juydiganni juyib, ratlab o'tib kirjimi? Ha? Do'konning ishining pokizligiga alohida ahamiyat berish kerak. Bu birinchi shart. Xo'p. Men hozirlik qilay, ha? Hejab charchdi. Aka, uyga elchi kelgidek. Nima? Elchi kelamdika? Xislat shundoq deydi. Lider vaqu bir necha odamni boshlab o'z elchilikka kelgidek. Asta. Sizlar zamining gapimni faqat anglamadinglar. Hey. Aka, biz qachon sening gapingni anglamabdik? Po'latni yana sinab beqish kerakdi. Yana nimigimiz sınasa aka. Xislat alla burun üzükni taqab bo'lgan tursa qilga. Ko'nglingda bir son bo'lsin. Mush necha kun ichidala elchilar kelib qoldik. Men mu chiqib anchamish tayyorlik qilib qo'yay. Elchilar kelsa, endi tamtirab qolmay. Ha? Ma'qul. Bu Abbas bilan ko'rishib qo'yish kerakmi ya? Çıkma. İş buldu. Çıkma. Sizdan bir gap so'rayman. Ha, so'ra. Sizlar menda bir ish uyushtirasizlar. Ish qilib qo'yib qolamiz. Ish qilib sizlar menda bir ish uyushtiryaptilar. Hay, ko'p o'ylab ketibsiz. Sizni uyushtirdik, nima ish bo'lsin. Chiqma. Ey, sovuqqa to'lib ketdim, chiqa. Biz keldik. Keldim ama. So'q sir chiqyapsiz dada. Hozir chiqqandim bular. Qudular qandaqroqqa? Yaxshi. Haras, qudularsan salom ayt. O'zlaring sog'lom bo'lsin, salomat bo'lsin. Oy, yaxshimi? Hey, ammanglar polo etib saqlab to'g'li ne vaqt? Qaysa? Sen do'kona taqib etib kirgin. Ha? Jirala, bekir tamoq. Jirala. Jirala.
So'ray o'yib bir ish bo'ldimi? Yo'q-da, nima shundaysiz? Men qarasam, Xislat ocham, Qaysar Jasur hammasinin kayfiyati bir xil g'alita. Dadam bir ish bo'lmagandi. Yo'q. Jasurkam tog'amning mijozi yo'q deydimi? Yo'q, Jasurg'un dadimdi, o'zim shundaroq his qilib qoldim. Rostga qilaman, bir ish bo'ldimi bunda? Yo'q, acha, men hech nima bilmayman. Sizlar kirmasizlar-ku. Ha, mana kiramiz. Sizlar kiraylik. Nima bo'ldi? Qaysar aka, bu Barno ocham sezib qolganda qildi-ku. Nima deysiz? Siz bir narsa degansiz-a? Voy yo'q, men hech nima dedim. Ma'qul. Siz qat'iy bilmaysiz edi, ha? Qolgan ish akam o'zi qarab bir taraf qildi. Ma'qul. Menga shunda deganmas. Qiziqchi bor. Tamoq chiqdi. Oy. Qarasanglar, ha? O'xshaganligi bilinib turdi, ha? Shunga jiq qo'pti mana. Qani. Halaga. Aka, shuni ochib. Qani. Elinglar. Ha, tamog'im shundoq o'xshidi. Aka, ala. Elivadi qamsa. Siz boshlab bergan tamam. Kelinglar. Tamog'ing bak o'xshabdi, Parvar. Bak o'xshabdi. Parizat, siz qachon opamdek tamoq yetishni o'rganasiz, ha? Mening aytgan tamoqlarim o'xshamay qelyaptimda, mo'min. Bak nachar deb ketganmi bo'lmaydi. Lekin har qatim tamoq pishgandan keyin andan tamoq ism qo'yamiz-ku, ha? Mo'minka, bu nima degan gap? Polo itiman deb oshxonaga kirib ketib, sho'yli ko'tarib chiqdi. Ha. Lag'ma itiman deb kirib ketib, so'min ko'tarib chiqdi. Ha, shuningga deyman-a? Shu hozir nim tamoq itiman desa, avval itim andan ismini deyishayli deydi. Ha gapni ko'ring. Qachon men aytgan tamoqdan bir chin yeb to'xtab qolgansiz? Xijil bo'lmaymish gapni qilatamsiz. Uyga kirasiz, ha? Kimizga shay, shunda yeb qo'yman-da. Gap yeshtiring. Hey mo'min, poloya. Talashmanglar qani. Tamoq yanglar. Elinglar. Ala aka. Tugashdi mo'minka. Amma. Ha? Men ish qilmadim-a? Xislat doktorni. Mening qarg'ini. Nima bo'ldi? Mau qonma. Qon? Qarab baqa. Ha, yo'q. Amma, oqshom dadamga malina choy damlab bergan. Shu malina ekib ketgan o'xshaydi. Ansirma. Bir normalsiz bu o'xshaydi deb tushib ketdim bolam. Yo'q. Bo'ldi, men jo'ydaya. Men oldim ishqa. Ha, bo'ldi.
Malina? Birashlar kelganmikan? Dadam qon qusibdimi? Amam dadamning yastig'ini ostidan tepib olibdi. Qon chiqdi. Shundoq. Jasur. Dadamning hozir ahvoli qandayroq? Biz mushtaq bilmasga sep yuraveramdik. Xotirjam bo'l dedi. Biz hozir aldirg'isal qilgan vaqtimiz emas. Dadam bilan paranglashib boqay. Bo'ldi. To'y ishini keyinga suraylik. Bunday qilishning hojati yo'q. To'y ishini biz deyishgan bo'yicha qilaveraylik. Jasur. Shundoq bo'lsin dedi. Dadamni menga topshir. Sen shundoq deysan. Dadam bir shoqqas biz qanday qilamiz? Yig'lama hadi. Hozir yig'laydigan vaqtimiz emas. Kechir. Men bunaqa mas'ul kerakdi, kechirgin. Hadi. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalık sopun paraşütü Fatma erkin çıkarıyordu. Vay nemening? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Aka, chiqibsa, birga ketmaydigansa, men sho'rp qilay degandim, siqqin eshitib olchimi? Ma'qul, ma'qul. Atdigan, meni uyimni sen tozalab berdingmi? Ha, men tozaladim. Ha, bir ish bo'ldimi aka? Shu yostiqning tagida bir yog'liqim bor deb ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Xislat apchi ketdi. Nima? Xislat? Xislat nima qildi uni? Voy, shu so'ng Malina aytib turibdi ekan-to'q. Malinani to'kib o'tibdi dadam. Men jub berman deb ichib ketdi. Xislat. Bir ish bo'ldimi aka? Ha? Yo'q. U Malina kirib ekanmi? Shundoq dedi-ku. Voy aka, jiroq ketmagunjimi? Men baq. Dada. Biz bir oylik ishimlari billa sayohat qilib kiraylik deb o'ylagandim.
Bo'ldi. Ijroq bormasaqmi shaharning go'zal joylariga berib, o'ynab kelsak bo'la. Qizlar, yig'layapsizsiz? Shirkatda bir ish bo'lmaganda? Yo'q, dada. Qizlar, O'zingning nima ish qilgan kes shuni qilgin dada. Pulning g'amini qilma, biz bajimi. Buning ustiga men ko'plab vaqtini chiqarib sana berdim. Rasman. Qaysar, nima ish bu? Bu yerda nima qilyapsan? Ben xizmatimdan istifa verdim. Nima? Bugundan boshlab mush yer ishlaydi. Biroq u Qaysar endi yo'q dada. Hozir Qaysar faqat Todisi kasbiga varislik qilishni o'ylaydi. Bundaqmi emasdi. Voy dada. Mening ishimni xizlatga demagansa? Nimani? Mening ahvolimni xizlatga demagansa deyman. Yo'q-ey. Nima bo'ldi? Adam sana bir gap qilmaganda? Yo'q. Yaman demadim. Adam da bilmaydi xotirjam bo'la. Qaysarga nima demagansa? Ya Qaysarga demadim dada. Qaysar bilsa o'yini 5 yil kiyib uchoq ishtirib qo'yadi. Shundaqmi? Ha, bo'pti. Sencho, hol qandaroq? Mening ahvolim yaxshi, xotirjam bo'ldi. Boshqa kasallik alomatlari ko'rilmaganda? Yo'q, boshqa alomatlar yo'q. Bo'ldi, seni avar qilmay, ishon qilavergin. Ha, ma'qul. Yaxshi olamsan. Voy. Yaxshimsiz Alimka? Ha. Balla ahvolni bilib qolgandek qildi Dovka. Nima? Sizlarcha balaringiz bilib bo'ptimi? Bu mening farzim. Meningcha bilib qolgandek turdi. Alimka, mening sizga qanday yordamim kerak? Siz bilindimay balalarning bilgan bilmaganligini bir o'qib bersangiz ukam. Men ehtiyotsizlikdan ularga chandırib qo'ysam-chi. Akbarjon, menga yana bir yordam qiling ukam. Ular hozir ahvolni bilib qolsa bo'lmaydi. Voy. Ha. Boya dadingiz telefon qildi-ku. Shundaqmi? U sizlarning bilib qolganinglarni sezib qolgan o'xshaydi. Qarasam bek qo'qib ketibdi. Undaq kenda. Men balkim undaq emasdi deb qo'ydim. Lekin sizlar herhalde ehtiyot qilinglar-chi? Agar bildirmaymiz deb o'ylasanglar, oxirgacha bilmas qiyofatga kiringlar. Bildim. Rahmat sizga. Xabar qilib qo'yganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Bo'ldi, aloqa qilib turaylik. Xo'sh.
Özümge tasa işençim yok. Nima tuyuqsizlam o'zgarib qoldingiz? Oğlum, sen hoşal tut. Kaygırma. Günlerim ötüp gitdi o diye. Külüp yüremiyen. Hatta apamga yaxshiroq mı qarayamgandim xislat. Bu işler benim işimden o'tgan ishlar. Şuna başqa dadamızga undan qarang. Dadamızga xush qiling. Bilamdi. Şunu ko'rishadigan vaqt emas, o'z qarorida bo'laversin. Dadamızning salomatligi yaxshi vaqtida to'yimizni qilib oldi. Ha? Dadamiz to'yimizni ko'rsa, cho'qim xush bo'lib ketadi. Bilamdi. Geçirim. Çoğun bir iş var. Saat neymişti o? Qanday qilay deysiz? Dadam bu ishlarni boshqalarning bilib qolishini faqat xohlamaydi. Shu sababdan hozirgacha doktorxonaga kelishga unamadi. Tenim
Bizsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, jiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham barliqim. Ata-ona keldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'ygi suti atgan chayi yedingdan onamning mehrli